Bugun sizlar bilan Turkiyadan fohishalik kodi bilan deport bo'lganlar haqida gaplashamiz. Xo'sh, ba'zan bu ishni qilsa ham deport bo'ladiganlar bor, ba'zan bu ishni qilmasa ham deport bo'ladiganlar bor. Qanday desanglar, tug'ilgan kunlar. Eng yaqin dugonamni tug'ilgan kuniga borgandim deb mana shu kod bilan deport bo'lganlar ham bor. Bu Ch116 fohishalik, ya'ni o'sha siz bilan men bilgan kod fuhush deydi. Chindan ham bu bilan tuhmat bilan deport bo'lganlar bor. Men o'zim shaxsan guvoh bo'lganman. O'sha deportni tekshirtirganda menga tashlaydi yoshi katta ayol yoki haqiqatan O'zbekiston fuqarosi bilan oilali yoki Turkiya fuqarosi bilan oilali o'zim tanigan ayollar ham mana shu kod bilan deport bo'lgan. Ular qanday deport bo'lgan? Tug'ilgan kunni nishonlashdi. Tug'ilgan kunni nishonlash uchun boradi, o'sha 1 yil, 2 yil, 3 yil uy ishida ishlab, o'sha bir kun, 1 soatlik ko'ngil xushlik tug'ilgan kun uchun borib, mana shu kod bilan deport bo'lganlar bor. Ch116 fohishalik kodi bu 5 yillik kirish taqiqi. Albatta, buni yolg'iz o'zi bo'lmaydi. Buni ishlash, deylik, qo'lingizda ishlash ruxsatnomangiz bo'lishi mumkin, yashash ruxsatnomangiz bo'lishi mumkin, talaba yashash ruxsatnomasi, Turkiya fuqarosi bilan yashab, oilaviy yashash ruxsatnomasi bilan deport bo'lganlarni bilaman, mana shu xuddi shu kod bilan. Ularda boshqa kodlar ham bo'ladi. Ch116 dan tashqari, fohishalikdan tashqari, deylik, bu yerga yozmadim. Va 164 bo'ladi deport qarori. Biletini olib berishi mumkin, 136. Agar ham qochoq, ham bu kod bilan deport bo'lsa, unda deylik, qochoq qolgani uchun Ch103, Ch102, Ch105 kodlari bo'lishi mumkin. Yana qanaqa kodlar bo'lishi mumkin? O'sha polis ushlab deport qilganlarda deylik, yashash ruxsatnomasi bo'lgan, u talaba yashash ruxsatnomasi bo'lsa va bu kod bilan deport bo'lsa, uni talaba yashash ruxsatnomasi bekor qilinganligi haqida kod bo'ladi va 5 yilgacha boshqa yashash ruxsatnomasi berilmasin degan u ham kod ham bo'ladi. 69 dedi adashmasam. Xo'sh, klubdan ushlab deport bo'lganlarni hammasiga fohisha kodini qo'ymaydi. Mana bu kodni ham qo'yadi. Ch117 bu ishlash ruxsatnomasiz deb. Deylik, u tungi klub emas, unaqa deylik juda yomon klub emas, lekin baribir klub. Red bo'lib qoldi, ushladi, aytayaptiki, bizning klub unaqa yomon emas deb aytayapti klubni deylik egasi. Unda deydi, bu qizlarga biz Ch117, ya'ni ishlash ruxsatnomasiz degan kod bilan deport qilamiz deydi. Ya'ni sizni klubdan olib ketib, birinchi karakolga olib boradi, keyin deylik tekshiruvlardan o'tkazadi va sizni deportatsiya markaziga olib ketib deport qilishadi. Men ko'rganman, haqiqatan klubdan deport bo'ldim degan qizlarni kodlarini tashlaganda, endi men shaxsan kodlarni men tekshirmayman. Ular deylik o'sha Turkiyadagi advokatlar shirkat orqali tashlaganda Ch117 kodini ko'rganman. Aytayapti, klubdan deport bo'lganman, lekin 1 yillik deport. Demak, klubda uni ishlash ruxsatnomasiz o'sha yerda ofitsiantman degan bo'lishi mumkin. Klubda qo'lga tushgan paytda bu shustri qizlar ofitsiantman degan bo'lsa, unda ishlash ruxsatnomasi deb deport qilamiz. Ya'ni baribir deport qiladi. Agar sizning qo'lingizda talaba yashash ruxsatnomasi bo'lsa, turk bilan oila qurgan bo'lsangiz, oila yashash ruxsatnomasi bo'lsa, yoki shunchaki turist bo'lsangiz, bunday holatda sizni klubdan red paytida ushlab deport qilsa, ishlash ruxsatnomasi yo'q degan kod bilan qo'yadi. Siz aytasiz, men talabaman deysiz yoki mana Turkiya erga tekkanman, oilaviy yashash ruxsatnomasim bor deysiz, unda sen mayli, seni fohisha deb deport qilmaymiz, unda chalishmasin siz. Bu narsani ham o'sha paytda aytmaydi sizga. Sizga aytishi mumkin. Sen 3 oyda qaytib kelasan, 1 yilda qaytib kelasan, advokatingga ayt, 15 kunda qaytib kelsang bo'ladi deb aldaydi. Nega unaqa deydi? Ertaroq sizni deport qilish kerak. Deportatsiya markazida sizni 6 oy, 1 yil ushlab turishga ularni xohishi ham yo'q. Hozir onasi ham yo'q. Nima deydi? Puli ham yo'q. Chunki bilasizlar, yaqinda qaror chiqdi. Endi deportatsiya markaziga ishlash ruxsatnomasiz qo'lga tushib deport bo'lganlarni jarima pullarini, ishlash ruxsatnomasi ishlaganlarga jarima puli ham bor, bilet puli ham bor, ularni tibbiy deylik olib boradi, u yoqqa bu yoqqa kasal bo'lishi mumkin. O'sha deportatsiya markazidagi ovqat pullarini ham patron, ish beruvchi to'laydi dedi. Shuning uchun deportatsiya markazidagilar maksimal darajada sizni O'zbekistonga, o'zingizning mamlakatingizga deport qilish uchun 6 oyda qaytib kelasan, 3 oyda qaytib kelasan, 1 yilda qaytib kelasan deb aytadi. Mana hozir bittasi yozdi Instagramda, deportatsiya markazida 9 oy o'tiribdi. Chunki O'zbekistonda eri alimentga bergan, ajrashib O'zbekistondan Turkiyaga ketgan xotin bolalarini eri borib olib, xotinini alimentga beribdi. Hozir opa yozyapti. 9 oy o'tirdim deyapti, chunki O'zbekistonga kelsam O'zbekiston meni qaytarib chiqarmasdi. Alimentga bergan uchun shuncha kutdim deyapti, lekin baribir oxir oqibat deport bo'ldi.
Xuddi shunaqa, agar sizlar klubdan deport bo'lgan bo'lsanglar, makon deydi, pavion deydi, shunaqa joylardan deport bo'lsanglar, ikkita holatda deport bo'lasizlar. Yo ishlash ruxsatnomasiz yoki C116 fohishalik. Bu narsani faqatgina deportni tekshirtirib bilishlaring mumkin. Agar siz mana bu kodlar bilan deport bo'lgan bo'lsangiz, osonlikcha viza bermaydi. Viza olgan bo'lishingiz mumkin, dugonangiz aytgan bo'lishi mumkin, men osonlikcha oldim deb, balki soxta pasport bilan ketgandir Turkiyaga. Lekin buni osonlikcha bermaydi. Buning uchun advokat tutish kerak. Mana bunisiga ham advokat tutsa bo'ladi-yu, lekin agar yolg'iz buni o'zi bo'lsa, bunga viza harakat qilsa bo'ladi. Lekin bilasiz, deportatsiya markazidan yuborgandan keyin buni yuzi yolg'iz bo'lmaydi. Buning ichiga bilet pulini qo'yishadi. Bilet o'zingiz olgan bo'lsangiz, deport qarori bo'ladi 1164 yoki qochoq qolganingiz bo'ladi. Yoki mana bu kod bo'ladi. Bu kod haqida alohida video qilamiz. Videoni Turkiyadagi tanishlaringizga yuboring. Fikringiz bo'lsa komment yozib qoldiring.